yetkazgan onam, sog'inib kutganda didorim tilab, yo'qlasam poyimga jon yozgan onam. Qora sochlaringiz fursatlar edi, goho erkaligim, goh dardlar edi. Rayhonim, rizvonim, sizni qanchalar yaxshi ko'rishim bilsangiz edi. Qanday yaxshi ko'raman ona, qanday yaxshi ko'raman ona, qanday yaxshi ko'raman ona, sizni yaxshi ko'raman ona. Qanday yaxshi ko'raman ona, qanday yaxshi ko'raman ona, qanday yaxshi ko'raman ona, sizni yaxshi ko'raman ona. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Galdagi manzilimiz So'yga tashrif buyurganmiz, qishloq posyolkasiga. Samara opamni 58 yoshlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Mavlon aka nomlaridan, Foyisa Mavlon aka ham chiroyli o'g'illarimiz bor. Qizlar Sarvino opam, o'g'illar Farid akam, Anvar akam, barcha nabiralar nomlaridan. Baland xonadonlar, hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta bugun fayzli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan bugun kechamizning haqiqiy qiroli Samara opamni davra markaziga chorlab qoladim. Albatta Mavlon bobom bilan birgalikda marhamat taqasirga qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Samaroydi imrozangiz atrofdan burak boshlat. Imrozangi bayramdan tabriklardan bo'lmadim. Bugun bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomlaridan birinchi galda qizingiz Sarvino opam nomlaridan, o'g'illaringiz Farid akam, Anvar akam nomlaridan bir-biridan chiroyli sovg'a-salomlar bilan tashrif berganmizki, ancha bo'ldi akamlar, opamlar murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizga tashrif buyurasiz, bizlarni onajonimizni tavallud tayyorladi. Xonadonimizning chirog'i, xonadonimizning farishtasi, oyoqlari ostida jannat bo'lgan jannat makonimiz biz uchun turlarni bedor o'tkazgan. Mana bugun hozir men tashqarida gaplashsam, akamlar, opamlar bilan mana bugun dedilarki, 58 yoshlarni qarshi olmoqdalar. Bormi? Umrlari mehnatda o'tdi. Dadam bilan birgalikda tinim bilmadilar. Farzandlarim o'ssin, farzandlarim birovdan kam bo'lmasin dedilar. Balkim o'zlari eng tansiq taomlarni yemadilar. Assalomu alaykum. Balkim o'zlari eng chiroyli kiyimlarni kiymadilar, lekin bizlarni birovdan kam qilmadilar. Tunu kun mehnat qildilarki, dadam bilan tinim bilmadilar. Farzandlarimni boshi sajdadan boshqa joyga egilmasin dedilar. Avvalambor dedilarki, hozir xonadonimizga kirsangiz, bejonimizga eng chiroyli gullardan berasizlar. Aynan siz uchun birinchi galda chiroyli guldastlarimiz, hurmatli mehmonlarning qo'llari bosh bo'lsa, guldiroz qarsaklar bilan birgalikda qabul qilib olasizlar. Samara opa, chiroyli gullar sizga muborak bo'lsin. Har doim siz ham sog' salomat bo'lib yuring. Farzandlar baxtiga sog' salomat bo'ling. Sizni baxtingizga albatta farzandlaringiz ham sog' salomat bo'lsinlar. Yuzingizdan kulgu, lablaringizdan hech qachon tabassum aymasin. Mana shu gullar kabi siz ham har doim albatta chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Albatta Mavlon bobo bilan birgalikda qo'sha qilib, birgalikda chiroyli umr guzarlik qiling. Hozir men tashqarida Sarvino opamlar, Farid akamlar bilan gaplashsam, Anvar akamlar onajonimizga chiroyli gullar taqdim etsangiz dedilar. Dadajonimizga ham chiroyli sovg'alar beramiz dedilar. Mavlon aka, aynan siz uchun dunyodagi eng chiroyli sovg'alardan biri buyuk Alloh taoloning kalomlarida tushirilgan, insonni iymonini yanada mustahkam qiladigan mana shunday chiroyli xonadonlarga fayz va barokat keltiradigan, milodiy 611-yilda nozil bo'lgan, ismi Furqon, laqabi Majid bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar komplektatsiya aynan siz uchun bitta qarsaklar asosida qabul qilib bo'lasiz.
albatta Mavlaka chiroyli sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Eng muhimi sog' salomat bo'ling. Mana shu farzandlar boshiga albatta Samara opa bilan birgalikda har doim sog' salomat bo'ling. Kelajakda ko'pdan ko'p nevara evarlar to'ylarda ham birgalikda boshi qosh bo'lib yuring. Galdagi chiroyli sovg'amiz aynan sizlar uchun farzandlaringizni qalblaridagi, yuraklardagi sovg'alar bor. Ya'ni qalbnomalari borki, ota-onamizga qalbimizdagi, yuragimizdagi dilso'zlarimizni yetkazib qo'ysangizlar. Onajonimiz, otajonimiz dargohlarga tashrif buyursangiz, qanchalik yaxshi ko'rishimizni, qanchalik albatta ota-onamizni hurmat qilishimizni yetkazib qo'ysangiz. Nimagaki ota-onamiz avvalambordaki bizlarga yurishni o'rgatdilar. Qanday yashashni o'rgatdilar. Qanday qilib insonlar bilan muomala qilishni o'rgatdilar. Qanday qilib ishlashni, qanday pul topishni o'rgatdilar. Nafaqat ota-onamiz, balki hayotdagi ustozimiz ham. Xohlardimki albatta avvalambor bizni deb g'amlab yutgan. O'z tinchini unutgan, mehriga qo'shib tutgan ota-ona boriga shukr. Asrab ko'z qirog'ida, o'stirdi ardog'ida, hayotimning borida onam boriga shukr. Yuragim g'am bilmadi, ko'zlarim aslo nam bilmadi, birovdan kam qilmadi, otam boriga shukr. Onam eng chiroyligim, otam boru boyligim, baxtim ham quvonchligim, ota-onam boriga shukr deb chiroyli taqdirda farzandlaringizni bilan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar, bugungi albatta shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Albatta hali bu hammasi emas, farzandlaringiz aynan sizga taqgan chiroyli tilla sovg'alari ham bor. Albatta men Sarnoz opamdan iltimos qiladim, chiroyli qilib taqib qo'ysalar, qarsaklar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Aynan sizga taqgan tilla sovg'alar.
barchaga albatta Samara opa keling endi davramizga aynan sizga atalgan chiroyli tortlarni chorlab qolamiz va hammamiz birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat barchaga albatta keling endi men birinchi galda hurmat va ehtiromlar ma'murlarga mayli mikrofonni sizga bersam bitta Samara opamga chiroyli tilaklarni avvalambor albatta turmush o'rtoqlarimiz. Yakka tabriklaymiz kerak. Bitta yoqaylik yoqmaysiz. Bitta onajonlar shaxsan o'zlariga dedik. Assalomu alaykum. Mehmon shomadeton amin bobo bachema dargohash va nuri didam toji sara man juda shumonatda xursand shudam bache shumona guruhim ki hamин ham oto sog' salomat gardetон huzuri bachotona binetон amin bache komam ko'p qatori amin sog' salomat gardad yoftagekаш faqat to'y baravard man bachom minnatdorman bachem aham motoman minnatdorman amgel bachom shida kalom shida dorman shuma roziman Sağ-ol, birinchi gapiga chiroyli tilaklarni Samara opam eshitsak. Assalomu alaykum mehmonlar, xush omadinglar. Mana imroz modaramga tavallud kunashon. Ilayim sadbadare. Sog' salomat garde. Mana boyligam shuma sog' salomat bo'shaton, Apishti shimon mon hamin darajaga omadem, Xudoga shukr mikunam. In holi baloyi shimon ichine nasib boshad, Xudo xohad. Ayin ziyotasha mikunayat. Shimona hoji ona, hoji bo qadamba, Alloh mehribon hammamga nasib kunad. Xush kelibsizlar. Mana bu akamning uylarida bisaman o'g'lola qilgan. Hamma narsa shu akam bilan akamning orqasidan bo'lgan. Shu uylar ham shunaqa farzand katta qilganki, hamma havas qiladigan farzandlardan. Ularga qancha gapirsam ham o'zib qiladi. Faqat boshimizda sog' salomat bo'lib yursinlar. Bu kishi menga yangi emas, opam deb bilib qo'ygan. Akam desam meni davlatim, meni boyligim, meni jannatim desam ham bo'ladi. Bu akamni ham qancha ta'riflasam kamlik qiladi. Mana bu yangam yanga emas, menga opa bilib qo'ygan. Faqat boshimizda doimo sog' salomat bo'lib yursinlar. Men bularni orqasidan faxrlanib yuraman. Jiyanlarim doimo sog' salomat bo'lib yursinlar. Bunaqa jiyanlardan men doimo faxrlanib yuraman. Hammaga ham shunaqa farzand, shunaqa jiyanlar nasib qilsin deyman. Yomon kunimdan, yaxshi kunimdan, yomon kunimdan yonimga turgan. Bular meni qanotim. Bular meni jannatim, bular meni boyligim, tojim desam ham bo'ladi. Mayli, sog' salomat bo'lsinlar, shu ikkovlari qo'shapir bo'lsinlar, hoji ona, hoji bob bo'lib yursinlar. Doimo boshimizga sog' salomat bo'lsin. Marhamat, nevalarga chiroyli bo'ling, nevalarga.
Hamma assalomu alaykum. Mehmon xush omadidon. Onajon sarvadaringiz sari hammamon sog' salomat galdek. Buvijonim tilishirim navotdan, nolimaydi hayotdan, meni tanir uzoqdan, buvijonim sog' bo'ling. Bolamning bolasi deb, ko'zimning qorasi deb, yurar doim g'amim yeb, buvijonim sog' bo'ling. Biram nurli yuzingiz, kulib turar ko'zingiz, ming bir ma'no so'zingiz, buvijonim sog' bo'ling. Ikki kaftim duoda, umringiz bo'lsin ziyoda, dard chekmang bu dunyoda, buvijonim sog' bo'ling. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Kelingizda chiroyli bayram an'analarida chiroyli sho'x tanalar bilan davom ettiramiz. Barchani daromadingizga chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Kimgadir osmon, kimgadir amonman, kimgadir yaxshiman, kimgadir yomonman. Faqat onam uchun doim kerakman. Borimcha sifati faqat shu inson. Молодец, Я бабуленька, твою очень крепко поцелуй. Ведь бабуленька моя очень-очень добрая.
Zafar yana bir bor o'yinga tavallud tayyorlang, bayramlar muborak bo'lsin. Keling, endi hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatda fotosessiyaga beramiz. Birgalikda esdalik rasmlarga tushib olamiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga bugungi oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Diqqatingiz markazida Razet jamoasi borda. Rahmat barchaga.